Parijga piyoda borgan 76 yoshli otaxon. Qozog'istonlik 76 yoshli Sarsenbay Katirashev yana bir bor barchani hayratda qoldirdi. U Belgraddan yo'lga chiqib, inson irodasi va matonatini namoyish etgan holda Parijgacha piyoda yetib bordi. Eng qizig'i bu oddiy yurish emas. U atigi 53 kun ichida qariyb 3000 kilometr masofani bosib o'tdi. Safar davomida u bir nechta davlatlarni kesib o'tdi. Serbiya, Vengriya, Avstriya, Germaniya va nihoyat Fransiya. Har kuni o'nlab kilometr yo'l bosgan holda u yosh emas, balki kuchli iroda hal qiluvchi ekanini isbotladi. Parijga yetib kelganida esa uni diplomatlar va UNESCO vakillari tantanali kutib oldi hamda unga faxriy sport xodimi mukofoti topshirildi. Bu bilan otaxon to'xtab qolmoqchi emas. Uning keyingi rejasi yanada katta. U AQSh hududi bo'ylab Atlantika okeanidan Tinch okeanigacha piyoda yurishni maqsad qilgan. Bu esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham ulkan sinov hisoblanadi. Uning bosh maqsadi jami 40 ming kilometr yo'l bosib tarixga eng yoshi katta piyoda sayohatchi sifatida Guinness World Records kitobiga kirish. Bu voqea oddiy yangilik emas, bu inson imkoniyatlari chegarasi yo'qligini ko'rsatadigan real misol. Yosh faqat raqam, haqiqiy kuch esa ichkarida. Sizningcha bu inson maqsadiga yetadimi yoki bu faqat boshlanishmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentlik Telegram kanalida kuzatib boring.